Burgutlar umrini boshidan oxirigacha bitta oila qilishi, bitta uy qilish haqida hech eshitganmiz. Burgutlar ana shunaqa ekan. Hech qachon juftini almashtirmas ekan. Bir, keyin insonlar borishi eng qiyin bo'lgan joylarga, masalan, tog'larda tepalariga, cho'qqi joylarda yo o'rmonda ham insonlar bormaydigan joylarga uy qilar ekanda. O'sha yerlarda yashar ekan ular. Va qushlar orasida eng ko'p umr ko'radigan qushlardan biri. 70 yilgacha umr ko'radi burgut. 70 yoshgacha. 3 yilda tuxumdan chiqqandan keyin 3 yilda kuchga to'lib ov qilishni boshlaydi. 3 yil ichida haqiqiy ov qiladigan katta burgutga aylanar ekan. Ularning hayotida hamma burgutlar ham 70 ga kirmaydi, ammo 40 yoshdan keyin o'lib ketadiganlari bor. 40 yoshda bilasizmi nima bo'ladi? Burgutlarning tirnoqlari qattiqlashib, kuchsizlashadi. Ushlagan ovini oxirgacha tutolmaydi, tushirib qo'yadi. Tumshug'ining uchi ko'kragiga qarab ko'p o'sishni boshlaydi. O'shaning uchun istaganday taomlana olmay qoladi. Patlari qalinlashib, uchishiga xalaqit qiladi. Ya'ni bizni nimada aytganda haqiqiy ma'noda qariydi qush. Hozir sanaganlarimiz sodir bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Hozir sanaganlarimiz sodir bo'lgandan keyin ov qila olmay qoladi. Istaganday ucha olmay qoladi. Ya'ni kuchi ketadi, qudrati ketadi. Va ayrimlari mana shu 40 yoshdan keyin hayotini tark etadi. Lekin ayrim burgutlar borki, bilasizmi nima qiladi? Hech kimni ko'zi tushmaydigan eng baland bir cho'qqilarga chiqadi-da, tumshug'i bor edi-yu, ko'ksiga qarab o'sgan. O'sha tumshug'ini toshga urib sindiradi. O'rniga yangisi o'sib chiqadi. Yangi o'sib chiqqan tumshug'i bilan qotib kuchsizlanib qolgan tirnoqlarini bitta qoparadi. U yangisi o'sib chiqquncha patlarini bitta qarib qalinlashib ketgan patlarini bittalab yulib chiqadi, o'rniga yangisi chiqadi. Menimcha bir 5 oy davom etadi bu. Nima? 5 oydan keyin tamoman yangilanib, ilk parvozini o'sha chiqqani tepadan boshlaydi. Undan keyin yana 30 yil umr ko'radi. Bu bir ma'lumot. Bu bir to'qima narsa emas. Bundan biz nimaga aytyapmiz buni? Biz hayotimizda o'rganib qolganimiz odatlardan, kirib qolganimiz muammolardan, adashib etagini tutib qo'yganimiz yomon odamlardan, noto'g'ri ishlardan qutula olmaymiz. Va umrimizda oxirigacha o'shalarda changalida yo'q bo'lib, kul bo'lib, tutun bo'lib, gunohlarga botib, boshimiz egilib, tizzalarimiz bukilib o'tib ketamiz. Bizdan hech kim foyda ko'rmaydi, biz ham hech kimdan foyda ko'rmaymiz. Ahvolimiz shu. Burgutga o'xshab yangilana olmaymiz, jur'atimiz yetmaydi, qo'rqamiz. O'rganib qolganimiz narsalarning ichiga kirib bug'ilib qolganmiz, voz kecha olmaymiz. Bu hikoyadan, bu ma'lumotlardan olishimiz kerak bo'lgan ibrat shuki, biz ham yangilanishimiz mumkin. Voz kecha olmayman degan bir yomon illatlarimizdan voz kechishimiz mumkin. Biz boshimizni yorib, quloqimizni kesib, burnimizni kesib, o'rniga yangisini chiqarmayapmiz-ku. Jismda, bu dunyodagi eng katta og'riq jismga bo'lgan og'riqda, to'g'rimi? Dunyoning og'riqlaridan biri. Burgut uni amalga oshiryapti. Qarang, tumshug'ini sindirdi. Yangisi chiqishi bilan oyoqlarini bittalab, u chiqquncha patlarini bittalab yuldi. Siz bu burgutni cho'qqini tepasida xo'rlangan, och, nahor, o'ziga azor berayotgan nima uchun?
to'g'ri parvoz qilish uchun, yangitdan parvoz qilish uchun, bu azoblardan keladigan, bu urinishlardan keladigan narsa nima edi? Nima u burgut uchun? Yangi g'ayrat, yangi kuch, yangi shijoat. Biz bir muammoga kiramiz, shu muammoning ichida botib yo'q bo'lib ketamiz. O'rganishimiz kerak bo'lgan narsa burgutdan shu.